Zıraqtikiler meni Michael Jackson'da qaraması mümkün. Assalomu alaykum, san'atni sevgan aziz xalqim, bugungi konsert xush kelibsizlar. Assalomu alaykum, uyimizning to'yidagi otalarimiz, uyimizning zurgi onalarimiz, konsertga xush kelibsizlar. Assalomu alaykum, G'iyni Baturning alot o'tagan oqlarimiz, bir-biridan chiroyli o'tagan xonim-qizlar, konsertga xush kelibsizlar. Assalomu alaykum, aydi say emas, kunduz kun emas, moshni, sochni qiynab xush kelibsiz. Rahmat. Bugun aziz qarindoshlar, bugungi Tarim ansamblniki xo'shaligi 5 yillik tug'ilgan kuni xush kelibsizlar barcha aziz mehmonlar, qarindoshlar, tomoshabinlar. Bugun mana sizlarni ko'rib xursand bo'ldik, xo'shal bo'ldik. Mana bugungi xo'shallikda qarab o'tirsak, hammamiz bir oltindek vaqtimizni bo'lib, uydagi uşaq balalarni aldab turibdi deb, burun aldab qo'yish uchun konfet, shokolad berib qo'yatdik. Hozir telefon berib qo'yib, bu ketgan bo'lsinlar kerak hamma, Telefonlar siz qo'yib, tez kelmay deb shartli ketdinglar. Telefonlar chiryapti, birlari jirat kerak deyapti, bu yaxshini o'roqlab ketdi, deyotgan bo'lsa kerak. Birlari deyapti, yerdan ko'gali, yo'q, yo'g'on ostaqli yo'g'onga deyotgan bo'lsa kerak. Birlari shapkamni ko'masini 5 yo'q ketdi deyotgan bo'lsa mumkin. Barcha qarindoshlar, endi bugun xo'shalik maraka. Qaranglar, ne yaxshi telefon, yaxshi narsa bu telefon. WhatsApp'ta hammalarda WhatsApp degan narsa guruhlarni avtimiz. Yaxshilab bo'ladi. Burun yaxshilab bo'ladi. Bir to'ylar bo'lsa, maslahatchay bo'ladi, cho'ng uyda mama bilan borishida hamma qarindoshlar chiqiladi. Mamamiz bo'limiz chiqib so'zladi. "Davaychi mana qan maslahatchay qilyapmiz. Cho'ng akamlar cho'ng bo'libdi, qiz turmush chiqinibdi. Kim nim qildi desa, cho'ng aqlarimiz chiqib, "Voy, meni da bir to'paq aqlarimiz chiqadi, meni da bir qo'yni go'shi kella chiqadi. Bizdan 50 tal samsa, 40 tal berosini uni bo'ladi." Hozir telefon bor. Telefonga grup qurdi, hamma qarindoshlar kirgizdi. Palonchi Mehmetjon akamning bolasining to'yi skora deb yozdi. Hammamiz bor, anachi baramchining. Akamning to'yi bo'lgan, men naqshitman. Men 100 dollar kelib qaytarishim kerak. Kella chiqdi, "Davaychi hammamiz o'xshab atlas kiyimiz, davaychi mana qilamiz, unda qilamiz" deyotganda, arsida bir boyovoy hadimiz bo'ldi. Голосовой yozdi. Hurmatli qarindoshlar, buni shema baramchining ketdi. "Ничего не знаю, 200 mingdan yig'misin" dedi. WhatsAppni tip sugidi. 10 minut keyin sap kelinlar paketning grupi tak chiqib ketadi. Asana Xudoyim saqlasin. To'y haqiqatan burun biz mallarning eng baldiri. Malda apimiz to'yga ketsa, bilakdik, soat 2da to'y boshlandi. 5 yaqin aplarimiz keldi. Dab ko'chada kutdik. Kutganda apimiz emas, qo'ldagi paket konfetni kutdik. Xabarsan deydi, rost qo'y. Konfetni eng uyining cho'ngi men shokolad, mishka kasalab shokolad meniki, qag'at, mis ash bir shokolad berdim-chi. Asla berdim. Hozirgi bolalar to'sh kutdik, apisi. Biroq shugrab kelib, apa telefonimni bergan deydi. Rasko, aslab ketdi. Telefonni, hammamiz telefonga kirishib ketdik. Telefon degan narsa bir gazeta o'qib qoldim, bo'lgan voqeaga. Arayal uyda o'tasa, telefon tırnaq SMS kelibdi. Vo'diqni topir telefonni qilib do'shkir ketdi dedi. Do'shkir ketiblar, ayol kelishini oldu. Dadasi nima bo'ldingiz? Shuni yondirib qo'yib do'shlik. Apsi ishlamas, hozir 5 minutga chiqma dedi. Telefon manda SMS kelibdi. Sizni ko'p bo'ldi, ko'mgirim sig'indim. Bugun restoranda ko'rishmaymizmi deb yozdi. Hoppana xo'shal keldi. Bo'ldi, chata yo'q, cho'qim kelma deb qaytirdi. Ayol yana ishni oldi deb. Dadasi chaqanlar chiqma deb. "Voy, hozir chiqaman qo'y" deb ishini do'stlar ishini mana qas ayol turdik dedi. "Dadasi, nima bo'ldingiz?" dedi. Dadasi debdi, "Nima bo'ldi?" "Men dush yugizman dedi, dush yuydim." "Nima bo'ldi?" "Dush yuymamsiz, biroq meni telefonimga kirib ketsingiz" debdi. O'zan azaldan olsin. Bugun qo'sonliq bir maraka. Endi bir narsa deb qo'ygan yerimiz bor. "No" degan yer bor-da. "Xat" degan yer bor. Xat degan bizning hammamizning telefonlarimizda gruplar bor. Hamma gruplarni kirgizib olamiz, qarindoshlar bor. Agarda aziz qarindoshlar o'tinish, agarda bizning millatimizga ziyon, millatimizni yak qartadigan bir videolar kelsa, amal bo'lsa hammamiz o'talik degan o'chirib, bir-birimizni motor deb maqtab, bir-birimizga ko'yinsak, bir-birimizga hamra bo'lsak, bir-birimizni qarindoshlar, yetti kunlik olamda o'm bo'lsak demoqchiman qarindoshlar. Rahmat. Endi men bugun o'sha Po'lat akamizni tabriklab, bugun konsertni quruq qilib kelmadim. Qasam naqshlar bog'iblar. Qasam otam to'g'ri bo'lgan, vatan to'g'ri, bola to'g'ri, evet olsam, muhabbat to'g'ri, qiz to'g'ri, hamma bo'lgan bir naqshasi. Yem naqsha. Asta ketmang, yem naqsha. 5 yil bo'ldi yetishib bilib gaplar, yem naqsha. Sen hozir aytdingmi? Hit naqsha. Qasis sen chekakdan ular trik çaldı, trik oynayıp trik. Zıvıyor, değil mi olsun? Ömür asadaki de biz için toylar zaman çıkıp
Mesela falanca sizden müzikantınız живой ма dedi. Hadi siz berdiğin pulga mörtüy müzikant ekerler öyle de koydu. Şunun için tirik oynayatkan tarım ansamblı bir çabak çip koyunlara живой. Gelirse oyun pekine ben bir nasip bire, kendisler da çabak çip oturumlar. Özlem için önümden yazdım. Bu zamanı layık. Merhaba. Yana bir qetim əziz dostlar, əziz tamaşaçılar, bizlərdən xoşlaşmayman mən özəm. Yana yeni çoğu konsertlarda yaxşılarda görüşəylik. Hətta növbətdə yana bir qetim bugün həmimiz tikən şu tarım ansamblığa yana növbətni əmrdən önümüzü verən olsam, şəxsən özlərini ailəmdən yana bir qetim təbrikləyim. Muslağa çox uçuqlanı, Allah nesip olsa 5 yıl olsa 10, 15, 20 yıl toylar görüyorum. Yaxşılarda görüşəylik. Rəhmət, əziz xalqım.